أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bizning bugungi darsimiz maf'ulun fi haqida. Bunda yana shu tushuntirishlar tutgan ismlarning yana birisi, yana 5 maf'ullarning ichidan yana bir maf'ul fi. Bu maf'ulun fi odatda zarb deb ataladi. Ya'ni zarf-i zamonmi maf'ulun fi deb ataladi, zarf-ul makonmi maf'ulun fi deb ataladi. Unda bo'lsa, zodi maf'ulun fi degan nima? Deganda musannif rahimahulloh deydiki, az-zarfu vaqtun aw makanun dummina fi fitradin kahuna kahunamkus azmuna degan. Zarf deganimiz odatda yine shu maf'ulun fi, zarfni maf'ulun fi deb atadik, ikkisi bir gap. Zarf deganimiz umkus huna umkus azmuna deganga o'xshash umumiy har xil holatlarda fi ma'nisi fi'ning ma'nisi o'z qitiga oldirilgan sharkat yuz bergan vaqt yoki sharkat yuz bergan o'rinning ismini biz maf'ulun fi deymiz. Zarf degan sharkat o'rinlangan, sharkat o'rinlanayotgan yoki sharkat o'rinlanadigan o'rinning ismi yoki vaqtning ismi maf'ulun fi deb ataladi. Anda bo'lsa biz bu baytga qarasak, zarf shu maf'ulun fi ikkisi bir gapkan, anda da cho'qim maf'ulun fi ikki qismga bo'linadi. Zarful zaman va zarful makan, vaqt ravishi va o'rin ravishi deb ikkiga bo'linadi. Cho'qim bir so'z maf'ulun fi bo'lish uchun yo u vaqtni bildiradigan so'z bo'lish kerak yoki o'rinni bildiradigan so'z bo'lish kerak bu. Ikkinchisi, u cho'qim vaqt yoki o'rinni bildirish bilan birga fi ma'nosini o'z qitiga oldirilgan bo'lish kerak. Dummina fi ma'na fi ma'nosi cho'qim shuning o'z qitiga oldirilgan bo'lish kerak. Bittirat umumiy har xil holatda mayli qanday yerda ishlatilsa cho'qim fi ma'nosi uning o'z qitiga oldirilgan bo'lsa ham bo'ladi. Masalan, hunamkus azmuna ma'lum muddat sam mushar tug'in deganga o'xshash. Endi bu gapdan chiqdiki, masalan, safarda yawmal xamis men payshanba kunida safar qildim. Sallaytu xalbi maqami Ibrohim, maqami Ibrohimning orqasida namoz o'qidim deganga o'xshash. Unda da maf'ulun fi mashada bo'lish uchun cho'qim u maf'ulun fi bitgan ismi zaman au ismi makan, o'rinning ismi yoki bir vaqtning ismi bo'lish. Ikkinchisi, u o'rinning ismi va vaqtning ismi bo'lishi bilan birga fi ma'nosini o'z qatiga olgan bo'lish. Üçüncüsü şu fi ma'nosini har qanday holatda mesela qanday pil bilan ishildi, har qanday bir pil bilan ishilgan jami pillar bilan qanday pil bilan ishiltilgan joyda fi ma'nosini o'z qatiga olgan bo'lish kerak. Ba'zi pillar bilan fi ma'nosini o'z qatiga olib, ba'zi pillarni o'z fi ma'nosini o'z qatiga olmagan bo'lsa, u so'z vaqt yoki o'rinni bildirsimi, fi ma'nosini o'z qatiga olgan bo'lsa-mi, maf'ulun fi deb qaralmaydi. Endi mesela şunun asasen biz qaraydigan bo'lsak, safartu yawmal xamisda, mesela yawmal xamisda sallaytu xalf maqami Ibrohim deki yawmal xamis bilan yawm bilan xalfa degan bu ikkisi ism zaman va ism makan. Ya'ni yawmal xamis vaqt maf'ulun fi zarf zaman, xalf maqami Ibrohim zarf makan deb qaraladi. Chunki o ikkisining har birisi vaqt va yoki o'rin ma'nosini bildirish bilan birga fi ma'nosi bor. Men payshanba kunining ichida safar qildim, maqam Ibrohimning orqasida namoz o'qidim degan fi ma'nosi bor. Shuning uchun zarf zaman degan nima ekan?
şirket inişde asıl boğan, yoki asıl buluvatkan, yoki asıl bulgan vakit, yoki urunni bayon qilib bergan so'z zarf-ı zaman il maf'ul yoki zarf-ul makan bo'lib maf'ulun fih bo'ladi ekan. Endi mushu baytda fi ittirodin degan bir iborat bor. Ittiroddan maqsad shu fi ma'nosini o'zgartirib olsin fi kullil ahval. Fi kulli ahval yoki fi muxtalifil ahval ma'a jami'il af'al. Fi ixtilafil ahval ma'a jami'il af'al. Jami' fillarda har qanday holatda chuqur fi ma'nosini o'ziga olgan bo'lish kerak. Anda bo'lmasa uni maf'ulun fi deb bo'lmaydi. Masalan, yawmal xamis, safartu yawmal xamis, qadimtu yawmal xamis, sumtu yawmal xamis, xaraytu yawmal xamis. Har qanday filda mana bu fi ma'nosini o'ziga olib keladi. Shunga bir yawmal xamisni zarf zaman deb qaradik. Endi yana qarasak, mishali ismi zaman va ismi makan dedik. Maf'ulun bilgan bir zamanning ismi ya makanning ismi dedik. Agar u zamanning ismi, makanning ismi bu fi ma'nosini o'ziga olgan bo'lsa-mu, fi ma'nosi zaman ya makanning ismisi bo'lmagan bo'lsa, maf'ulun fi bo'lmaydi. Masalan, va targhabuna an tankihuhunna desak, mishada va targhabuna an tankihuhunna desak, mishada fi ma'nosi bor. Lekin bu fi ma'nosi bo'lgan bilan bir zaman ya makanning ismi bo'lsa, maf'ulun fi bo'lmaydi. Endi zarf zaman yoki zarf makan bo'lish bilan birga u agar nima bo'lsa, ya'ni fi ma'nosini o'z qatiga olgan bilan ism zaman yoki ism makan bo'lmaydi ekan. Endi ism makan yoki ism zaman bo'lgan bilan fi ma'nosini o'z ichiga olmasa, yine maf'ulun fi bo'lmaydi ekan. Masalan, al-yawmu yawmul xamis desak, bugün peyshanba kuni desak, buni al-yawmu yawmul xamisda bu al-yawmu mubtada yawmul xamis. Xabar bu maf'ulun fi emas, chunki bu fi ma'nosini o'z qatiga olmaganligi uchun, fi ma'nosi bilan bo'lmaganligi uchun. Chunki u zamanning ya makanning ismi bo'lgan bilan fi ma'nosini o'z qatiga olmagan bo'lsa, u maf'ulun fi deb qaralmaydi. Ya'ni buni mubtada xabar deb qaraymiz. Endi habubtu fi ma'nosini o'z ichiga olibdi va shundaqla ya zaman ya makanning ismi ekan, shuning bilan birga shu fi'ning ma'nosini elish fi ittirod bo'lish kerak. Fi kullil ahval ma'a jami'il af'al bo'lish kerak. Barliq fillarda har qanday holatda chuqur fi ma'nosini o'z qatiga olsin dedik. Har qanday filda. Masalan, mushuning qatoridan bayt degan so'z, dakhaltul bayta, sakantul bayta, nazaltul bayta degandek shu bayt dar degan o'xshaydi. Dakhaltul bayt, masalan, mishalga bayt maf'ulun fihmu degan bir savol kelib chiqdi. Endi zahabtu ash-shama, ittajahtu Makka degan so'zda buni maf'ulun fihmu desa yo'q. Chunki bu fi ma'nosini o'z ichiga olmagan ittirod emas. Har qanday holatda fi ma'nosini o'z ichiga olmaydi. Masalan, dakhaltul bayta ba'zi chaqda buni masalan udkhulu fi ibadi va udkhulul jannati deb dakhaladin keyin ba'zi fi oshkor etilgan ahvol, ba'zi chaqda fi ma'nosini o'z qatiga olgan ism keladi. Shu dakhaltul baytga sakantul dardagi bu ismlarni maf'ulun fi deymiz. Bu maf'ulun biga o'xshaganligiga asosan nasb qilgan maf'ulun fi asosan emas, maf'ulun biga o'xshaganligiga asosan nasb qilgan deb qaraydi. Ba'zilar bu ittirod degan ortiqcha gapdi deb ittirodga e'tiroz bildirganlarmi bo'ldi. Nimaga e'tiroz bildirsin? Chiqilib mushada dakhaltul baytiga al-baytni maf'ulun fi emas. Chunki udkhulu fi va udkhulul jannati deb keldi. Shu ba'zida fi bilan keladi, ba'zi fi'siz keladi deb qaralgan. Shuningcha biz shu umumiy holatda har qanday bilan, chunki al-bayti degan so'z dakhala bilan fi'siz kelgan bilan, sakana bilan fi'siz kelgan bilan bu undan boshqa yerlarda jalastu bil bayti, jalastu fid dari deb keladi.
u chog'da mana fi oshkor kelib qoldi. U vaqtda emas bu. Chunki biz bu yerda fi ma'nosida o'z qatiga asun deganlik fi ning ma'nosi ba deb qaralsin. Lekin fi oshkor kelsa bo'lmaydi. Chunki zarb navbat keyin chiqadi, ikki qismga bo'linadi. Zarb cho'ng jihatdan zarbi zaman va zarbi makan deb ikkiga bo'linadi. Vaqt ravishi va o'rin ravishi deb. Zarbi zaman ikkiga bo'linadi. Zarbi zaman mubaham va zarbi zaman muxtas deb ikkiga bo'linadi. Zarbi makan ikkiga bo'linadi. Zarbi zaman muxtas va zarbi zaman mubham deb ikkiga bo'linadi. Endi zarbi zaman muxtas va zarbi zamanda mayli o zarbi zaman mubham bo'lsin, ayni zarbi zaman mubham, zarbi zaman muxtas bo'lsin, o cho'qim fi ma'nosi o'zga taraf keladi. Nasb qiladi. Ammo zarbi makan mubham fi ma'nosi o'zga kelgan bo'ladi. Zarbi makan muxtasda fi oshkor kelmisi bo'lmaydi. Jalastu fil bayt deganga o'xshash. Shunga bu al bayt degan so'z ba'zi tillarda, ad-dar degan so'zda ba'zi tillarda fi ma'nosini o'z qat'iqatda nasb qilgan bo'lsa, ba'zi tillarda fi bilan majrur kelganligi uchun shunga buni fi ittirod deyilmaydi. Ma'an fi ixtilof al-ahval ma'a jami' al-af'al deyilmoqchiqa. Shunga buni biz bu maf'ulun fi'liga asosan nasb qilmagan, maf'ulun bihiga o'xshaganlikqa asosan nasb qilgan deymiz. Shuni o'z shartda bilish kerakdir. Mana bu yuqoridagi maf'ulun fi ta'rifati. Xulos kalam maf'ulun fi degan nima? Maf'ulun fi maf'ulun fi ismu zaman au ismul makan. Maf'ulun fi yoki zarfu zaman yubayinu zamanul zarfu zaman degan nima desa zarfu zaman degan u ismun yubayinu az-zaman allazi hasala fihi al-fi'lu. Sharkat inin ichida hosil bo'lgan zamanni bayon qilib bergan ism dedik. Ma huwa zarful makan? Az-zarful makan ismun yubayinu المكان الذي حصل فيه الفعل. Şirket içinde yüz bergen, hasıl bo'lgan, o'rinni bayon qilib bergan so'z zarful makan dedik. Zarful zaman, zarful makandan yig'indisi maf'ulun bih bo'ldi. Tamam. Tuvanda biz o'rganmoqchi bo'lgan mazmun zarfning mayli zarful zaman bo'lsin, mayli zarful makan bo'lsin, zarfning omili nimalar bo'ladi? Bu amilni tashlab o'tish durustmi? Tashlash vojibmi? degan haqida to'xtalamiz. Tansibhu bil waqi fihi muzhara kana va illa tanbihi muqaddara. Musannif rahimahullah deydi, tansibhu siz o maf'ulun fihni shu maf'ulun fihni tushgan narsa orqali nasb o'qim oshkor bo'lgan bo'lsa o maf'ulun fi'li tushkuchi va illa unda bo'lmasa uni o nasb o'qituvchi omilni muqaddar deb niyat qiling. Bekning tarjimasi wansibhu bil waqi fihi muzharan kana. Shu maf'ulun fi'ni siz shu maf'ulun fi'li tushgan maf'ulun fi'li tushgan sharkatni bildiradigan lafz orqali nasb o'qing deydi. Endi muzharan qanichu oshkor bo'ldi u shu maf'ulun fi'li tushgan omil deydi. Bu baytdan nima chiqadi urganda bu baytdan chiqadiki maf'ulun fi'ning omili muzhar bo'ladi. Ya'ni shu oshkor kelgan maf'ulun fi'li tushgan oshkor uchuq kelgan shu omil orqali maf'ulun fi'ni nasb o'qing va illa oshkor kelmasa ba deb qarang. Anda buningdan chiqadi birinchi chiqadigan mazmun. Maf'ulun fi'l bo'ladi ekan, cho'qim uning omili bo'ladi. Omilsiz maf'ulun fi'l degan narsa mavjud bo'lmaydi degan birinchi qoida chiqadi. Ikkinchisi, u maf'ulun fi'l yoki oshkor bo'ladi
yoki muqaddar buludu degan ma'no chiqadi. Shunga bu baytdan yine 3-chi bir mazmun maf'ulun fi'ning i'robin mansub buludu. Maf'ulun fi nasb quludu. Uning endi al-vaqi degan bir iborat bor. Maf'ulun fi'da tushgan narsa dedik. Anda o'z maf'ulun fi'da tushgan amil 3 narsaning birisi bo'ladi. Maf'ulun fi'ning amili şu maf'ulun fi'da tushgan ma'noga dalolat qilgan lafzi amil. Maf'ulun fi'ning amili nima bo'ldi desangiz, maf'ulun fi'ning amili yine maf'ulun fi'ni nasb o'qituvchi al-lafzu dallu ala ma'nal waqi fi. Şu maf'ulun fi'da tushgan ma'noga dalolat qilgan lafzi. Masalan, sumtu yawmal khamis, payshanba kuni ro'za tutdim desak, ash yawmal khamis degan maf'ulun fi'da tushgan ma'no qasi siyam, ro'za tutish degan ma'no tushdi uningda. Endi ayu maf'ulun fi'da bo'lgan yawmal khamisda tushgan ma'no siyam, ro'za tutish degan ma'noni bildirgan narsa nima? Sama degan fil. Anda bo'lsa yawmal khamis degan bu zarfning amili nima ekan? Sama degan fil mishal uning amili ekan. Anda bo'lsa maf'ulun fi'ning amili maf'ulun fi'da tushgan ma'noga dalolat qilgan lafzidir. Bu ma'noga dalolat qilgan lafzi ya fil uludu, ya sifat uludu, yoki masdar uludu. Masalan, hozir keltirganimiz bu nimaning misoli bo'ldi? Bu film misoli bo'ldi. Endi ana saimun yawmal khamis desak, yine men payshanba kuni ro'za tutquchi desak, mishada yawmal khamis saim degan ismul fa'ilninki zarf zamoni maf'ulun fi. Anda o'z yawmal khamisda yuz bergan ma'no qasidasi ro'za tutish. Men payshanba kuni ro'za tutquchi desak, as-siyam ro'za tutish degan narsa payshanba yawmal khamisda tushdi. U ro'za tutish degan ma'noga dalolat qilgan lafzi saim. Anda uning amili saim degan ism fa'il. Anda bo'lsa masdar bilan to'g'risi bo'ldi. Ajabani siyamuka yawmal khamis. Sening yakshanba kuni ro'za tutganliging meni hayron qoldirdi desak, yawmal khamis degan zarfning amili mishara as-siyam degan siyamuk degan siyam degan masdar. Yine aşır ro'za tutish degan ma'noni bildirgan lafzi siyam. Anda bo'lsa siyam mishada yawmal khamisning amili bo'ldi. Anda bo'lsa maf'ulun fi'ninki nimasi? Maf'ulun fi'ninki amili nimalardan bo'ldi ekan? Maf'ulun fi birinchi bu baytdan chiqqan bilinadigan ma'no tansib hudin maf'ulun fi nasb qiladi degan ma'no chiqdi. Bil waqi fihi muzharan kana degan gapdan u maf'ulun fi'da oshkor kelgan shu maf'ulun fi'da oshkor qilib maf'ulun fi'da tushgan narsa bilan nasb qilingan gap maf'ulun fi'ning amili maf'ulun fi'da tushgan narsani bildirgan lafz ekan, u uch narsaning birisi ekan, amili ya fe'l ya sifat yoki masdar o'tgan degan ma'no chiqadi. Va illa panhi muqaddaradin agar u maf'ulun fi'ning amili zahir bo'ladi, zahiran kelmaganda muqaddar bo'ladi, amilsiz bo'lmaydi degan bo'ldi. Unda bo'lsa maf'ulun fi'ning amili normal hayotda zahir kelish normaliy holat. Normaliy holat uning zahir kelishi buni bu shu mazmunlar chiqdi. Endi agar zahiran kelmagan chaqda cho'qim u maf'ulun fi'ning amili tashlangan bo'ladi. U maf'ulun fi'ning amilining tashlanishi ya durust bo'ladi yoki maf'ulun fi'ning amilining tashlanishi vojib bo'ladi. Endi maf'ulun fi'ning amilining tashlanishi qanday chaqda durust bo'ladi desa, agar u maf'ulun fi'ning amilining tashlanganligiga bir dalil bo'lsa, dalolat qiluvchi bo'lsa, o'sha tashlanishi durust bo'ladi. Masalan, mata safarta qachon safar qildingiz desa, safarti yawmal khamis deganki, mata safarta desa yawmal khamis dedik. Anda biz yawmal khamis deganligimizning nuqtasidan safarda degan fe'l fa'il tashlangan. Ayni sallayta desa, masalan, qurbal Ka'ba, xalfal imam
desek aşağıda sallaydı degan amil taşlangan. Şuna maf'ulun fi'nin amili bu yerda taşdı. Çünkü sual cümlede tilg'ilganligi uchun javob cümlede taşlandı. Çünkü maf'ulun fi degan yana taximi ta'rifat qilsak, maf'ulun fi'ga bir ta'rifatni o'xshab qo'ysak, maf'ulun fi degan aynining javobida yoki mataning javobida keladigan ish harakatining ichida yuz bergan o'rin va vaqtni bildirgan ismni maf'ulun fi dedik shu. Endi maf'ulun fi'ning tashlanishi vojib bo'ladi bu bir necha o'rinda. 4 o'rinda maf'ulun fi'ning amili tashlanishi vojib. Ya'ni maf'ulun fi bu yerda zarb va shibl zarb deymiz. Zarb va shibl zarb. Endi bu yerda bizda ikki narsa bor. Bu kim chiqdi? Zarb va shibl zarb. Shibl zarb degan nima desa, shibl zarb deganimiz jar majrur maqsad qilindi. Buni jar majrurni shibl zarb deymiz. Chunki az-zarb val majrur rafiqan tajma'u shada'id deb qamirgan bu. Zamirlar jar majrur bu ikkisi hamra bo'lib, qattiqchiliklar bu ikkisini tajma'uhuma shada'id qattiqchiliklar bu ikkisini jug'laydigan bir hamra deydi. Bu ikkisi başka narsalar durust olmagan o'rinda bu ikkisi durust bo'ladi. Chunki bu jumlada erkin bulat bu ikkisi. Shuna shu zaribning amil 4 o'rinda tashlanishi vojib bo'ldi. Birinchisi zarib xabar bo'lsa, zarb deganimiz shibl jumla degan bu. Mesela el-kitabu indaka degan bo'lsa, zarb shibl jumla shu xabar bo'lsa, zarb xabar bo'lsa amil tashlanishi vojib. El-kitabu indak, el-kitabu mavjudun indaka, hasilun indaka, mustaqarrun indaka, sabitun indaka degandek. Ana shara haqiqiy amil tashlangan bo'ladi. Şunu bu yerda tashlanishi vojib. Ikkinchisi, zarb sifat bo'lgan bo'lsa, amil tashlanishi vojib bo'ldi. Ajabal rajulun indaka desak, indaka rajulunning sifati bo'ladi. Bunun üçüncüsü zarb hal olsa amil tashlanishi vojib bo'ladi. Mesela marartu bi Xolidin indaka desak, misal indaka Xolidninki hal bo'ldi. Men sening qashingdagi Xolid bilan o'tdim degan o'xshash. Dördüncüsü zarb ism mavsulning siylisi bo'lganda uning amil tashlanishi vojib. Ja'allazi indaka sening qashingdagi ish keldi desak, ja'allazi istaqara indaka, ja'allazi jalasa indaka, ja'allazi sama indaka degandek mujna bo'ladi. Mana zarbning amili 4 o'rinda tashlanishi vojib bo'ladi deb qaraymiz. Şuna amil aşkarız kilidi kam ama yuqorqi 4 o'rinda amil kelsa bu bo'lmaydi. Lag'v bo'ladi bu kalam, lag'va. Şuna bunun tashlanishi vojib bo'ladi deb qaraymiz. Navbatda endi shu maf'ulun fi'ning biz tafsiloti zarb bo'lgan zarb endi maf'ulun fi zarb maf'ulun fi ikkisi birga bo'ldi. Zarb ikkiga bo'linadi. Zarful zaman va zarful makan deb ikkiga bo'linadi. Zarful zaman ikkiga bo'linadi. Zarful mubaham va zarful muxtas deb va zarful makan ikkiga bo'linadi. Zarful mubaham va zarful mubaham va muxtas deb bu haqda biz tuanda tafsili to'xtalamiz. Va kullu vaqtin qabilun zaka wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama. نحو الجهات والمقادر وما صيغ من الفعل كمرمن من رمى وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع اجتماع. Bu üç beytte biz zarf zaman ve zarf makallarını kürebütümüz Endi bu 3 beytin çoğ cihati 3 mazmun o'tirib qo'yiladi. Avvalan beytni tarjima qildi. Kullu vaqtin ya'ni zarfu zaman degan shuning hammasini qabul qiladi. Qasamni an-nasb ala zarfiyya maf'ulun fihi qasasan
nasb o'qilishini qabul qiladi. Ya'ni har qanday zarf zaman, shu zarf shuning hammasi har qanday zarf zaman shuni qabul qiladi. Uni o zarfiyatlikka asosan nasb o'qilishni zarful makan qabul qilmaydi, illa mubaham bo'lsa qabul qiladi. Masalan, olti taraf ismlarga o'xshash, miqdor ismlarga o'xshash, fildan ramadin yasalgan marmanga o'xshash, fildan yasalgan ism makanga o'xshash. Endi mushining maqis bo'lishining bir qiyos qilinadigan manba bo'lishining sharti u o'z labzdan bo'lgan filning zarfi makoni bo'lishi kerak. Yani o zarf bulab tushgan bo'lishi kerak, iningda uzulan asli jo'g'langan narsaga zarf bulab tushgan bo'lishi kerak degan gap shu. Xo'sh, anda bo'lsa bu yerda zarfni biz zarf zaman va zarful makan to'xtalamiz. Kulli vaqtin har qanday zarf zaman bu Aşın zarfiyatlik asasen nasb o'qilishini qabul qiladi va zarful makan u zarfiyatlik asasen nasb o'qilishini qabul qilmaydi, illa mubaham bo'lsa qabul qiladi. Masalan, jalastu bil bayt, jalastu fil bayt deymiz. Hargiz bu jalastu al bayta deymiz. Chunki bayt zarf makan muxtas bo'ladi. Mubaham. Endi zarf makan mubaham degan nima? Siz zarf makan mubaham deganimiz u endi kulli vaqtin degan gapdan chiqdi. Zarf zaman bu ikki bo'ladi. Zarf makan, zarf zaman mubaham, zarf zaman muxtasdir. Anda bo'lsa, zarf zaman degan nima edi? Zarfiyatlikka asosan nasb o'qilishga yaraydi dedik zarf zaman. Mayli u mubaham bo'lsin, mayli muxtas bo'lsin. Mubaham degan nima desiz? Ma yadullu ala zaman g'ayr muhaddad. Doirasi cheklanmagan, dairesi bekitilmagan vaqtga dalolat qilganni zarf zaman mubaham deymiz. Masalan, vaqtun, zaman, lahza deganga o'xshash. Masalan, jalastu vaqtan, men bir vaqt o'ltirdim desak mubaham. Suratu zamanan, bir zaman mangdim desak mubaham. Lahza, birdam degan bo'ldi. Endi muxtas degan nimasi? Ma yadullu ala zaman muhaddad. Dairesi iniq bekitilgan, dairesi muayyen bo'lgan zamonga dalolat qilgani muxtas bo'ladi. Masalan, u zarf zaman muxtas yoki alam ismlari bo'ladi. Ramazon deganga o'xshaydi. Ramazon desak, masalan, men Ramazon ro'zini to'liq tutdim desak, ayni bir oy ro'za tutganni ko'rsatib turadi Ramazon oyida. Yoki muxtaslik izofati bo'ladi. Masalan, sumtu yawman ismen bir kun tuttum degan bo'ldi. Qaysi kunligi aniq emas. Ammo sumtu yawmal xamis yashanba, payshanba kuni deganda buni muxtas bo'ldi. Yoki ilib bilan bo'ldi al-yawm deganga o'xshash muxtas bo'ldi. Yoki sifalni bilan bo'ldi masalan sifalni bilan bo'ldi. Masalan, sırt zamanan tavil deganga o'xshash va hokazo. Demak, zarf zaman muxtas va zarf zaman mubaham degan. Masalan, sırt yawman men bir kun mangdim, sırt yawmayn men 2 kun mangdim deganga o'xshash. Anda bo'lsa zarf makan cho'disi, zarf makan bu zarfiyatlikka asosan nasb o'qilmaydi, faqat 3 xil holatda o'qiladi. Endi zarf zaman mubaham va zarf zaman muxtas degan bir prinsip bor biz bunda. Anda da zarf makan mubaham degan nima desa, ma laysa lahu hay'a va la hudud. Doirasi aniq bekitilmagan o'rinni bildirgani zarf makan mubaham bo'ladi. Masalan, bu asos jihatning 6 taraf ismlar. 6 taraf ismlar deganimiz jihat sitta deb qo'yamiz. Jihat sitta. Oldi, keyni. O'ng, so'l, usti, asti. Jihat sitta. Endi yana shu odatda jihat sittani imraatu sitta deb ayollarga sitta degan ism qo'yiladi ekan-ku aslida. Nimishqa sitta degan ism qo'yiladi deganda
Çünkü ayollarımı altı taraftan qoğduluş gerekken. Bir adam bir ayolni oldidan, keynidan, astidan, ustidan, o'ng so'ldan qo'g'dash lozim kelganki, shu ayollarga sitter degan ism qo'yilgan ekan. Shunga shu jihat sittergimiz olti taraf ismlari uni zarful makan mubham bo'ladi. Va miqdor ismlari, masalan, olti taraf ismlari xalfa, vara. Bu ikkisi bir. Amam, Quddam deganga o'xshash, yamin yasar, fawq taht deganga o'xshash ismlar va miqdor ismlar masalan mil, farsakh deganga o'xshash ismlar, miqdor ismlar bo'ladi. Endi shu ism zaman, ism makonniki ism makonlar. Masalan jalastu julusan, jalastu majlisan, men bir o'ltiradigan o'rinda o'ltirdim. U zarf makon mubham bo'ladi shumi. Shu zarf makan mubham 3 qismga bo'linadi degan bo'ldi. O'shaning nahval jihat val maqadir va ma sig'a min al-fi'li kamarman min ramadim chiqadiki zarf zaman mubham 3 qismga bo'linadi. Zarf zaman mubham, makan mubham. Biri olti taraf ismlari. İkincisi miqdor ismlari. Üçüncüsü ismi şu pilden yasalgan ismi makallah. Jalastu majlisan degan o'xshash. Shuni dedi, fildan yasalgan narsa ramadin chiqqan mirmanga o'xshash dedik. Ammo chuqum zarful makan muxtas mubham bo'lish uchun o'zining fildan bo'lgan bo'lish kerak. Shuni zarful makan mubham doirasi aniq bekitilmagan narsani ko'rsatib turadi. Endi zarf makan muxtas bo'lib qolsa, uning doirasi cheklik bo'lgan, bunda bo'lsa, masalan masjid, dar, jabal degandek manda bo'lsa, bu maf'ulun fi'li asosan nasb qilmaydi. Zarf makan mubham nasb qiladi. Masalan sallaytu xalfal imam, imomning orqasida namoz o'qidim deganga o'xshash. Va uningdan boshqa masalan jalastu fawqa sathi o'g'zidan fawqal bayt uyning ustida o'ltirdim deganga o'xshash. Shunda ismlarni biz mubham dedik, ular nasb bo'ldi. Ammo muxtas zarf makan muxtas bo'lsa, avval ham dedim, ya mubham bo'lsa zarf makan ya muxtas dedim. Mubham bo'lsa maf'ulun fil asosan nasb qilgan bilan, muxtas bo'lsa maf'ulun fil bo'lganlik asosan zarfiylik asosan nasb qilmaydi. Uning o'chandan bo'ladi desa, uning harfi jar bilan zir qo'yishi vojib bo'ladi. Ammo ikki xil holatda yana zarf makan muxtasmi nasb qiladi fi kami. Birinchisi zarf makan muxtasning omili dakhala fili bo'lsa, sakana fili bo'lsa, nazala fili bo'lsa, bu chaqda arablar mushu fillar bilan kelgan zarf makan muxtasni nasb qildi. Nasb o'qishi zarf maf'ulun fi bo'lganlikqa asosan emas, maf'ulun bihiga o'xshab qolganlikqa asosan nasb o'qiymiz dedi. Shuning qarashda. Endi ikkinchi holat yana zarf makan muxtasni nasb qilib qilishi. Mushu Sham, Makka deganga o'xshash. Zahabtu ash-Shama, tavajjahtu Makka deganga o'xshash so'zlarmi nasb qildi. Bu mushu arablar shunday nasb qilgan buni. Endi lekin bu zarf zaman muxtas bo'lgan bilan bu ittirat emas bu. Ittirat emas. Kulli holatda kelmaydi. Qisman fillar bilan keladi. Shunga buni ummu jihatdan maf'ulun fi'dimi, maf'ulun bihi o'xshab qolganligini nasb qilgan deb menda qarab kelgan. Endi biz bayon qildik, zarf makan ikkiga bo'linadi, mubham va muxtas deb buni bilib bo'ldik. Endi biz bayon zarf makan üç xil zarfiyatlarga asosan nasb qilmaydi. 3 turga bo'linib dedi. Biri zarf makan mubham nasb qiladi, muxtas nasb qilmaydi. Ikkinchisi cho'qim u zarf makan shu nima bo'lish kerak? Zarf makanlardan nasb qilishni qabul qilganlar miqdor ism bo'lsa, biri mubham ismlar bo'lsa ekan. Mubham ismlar u qasi ekan
altı taraf isimleri degan ekan. Bundan mubham chiqadi. Muhtas. Endi ikkinchisi zarf makondan miqdor ismlar nasb o'qiladi. Farsakh, mil degan o'xshash. Masalan, mashaytu milan, men 1 mil mangdim desak 1600 metrni ko'rsatib turadi, shunga o'xshash. Üçüncüsü şu meb'al yoki meb'il vaznida kelgan meb'al yoki meb'il vaznida kelgan shu pildan yasalgan ismli makon. Masalan, ramadi yasalgan marmanga o'xshash. Odatda qa'dan yapilgan maq'idga o'xshash yoki maq'atga o'xshash. Jalasadan yasalgan majlisga o'xshash. Shunday so'zlarmi? Mana bu maf'ulun fi'l asosan nasb qiladi. Ammo nasb qilishining sharti cho'qim uning omili o'z lafzidan bo'lishi kerak. Maf'ulun fi'l deb nasb qilish uchun jalastu majlis deganga o'xshash o'z lafzidan omili bo'lsa bo'ladi. Ammo uning omili o'z lafzining g'ayridan bo'lib qolsa, jalastu fi maqadil ilm deganga o'xshash bu joyda fi'lan zira qilib keladi. O'z lafzidan bo'lishi kerak deganimizning sababi shu. Bu umumatan hamda buning 3-bir beytimizda gap qolib qoldi. U qasi deganda 3-baytda biz xulosalaydigan bir mazmun bor. U qasi desa va shartu kawn za maqisa ayqa zarfan lima fi aslihi ma'ajtama. Buningga misol so'zlab bo'ldik. Masalan, jalastu fi jalastu maqadal ilm deb kelmaydi. Ammo jalastu majlisal ilm deb kelsa bo'ladi, maqadal ilm deb kelmaydi, fi maqadal ilm deb. Chunki maqad ism makon bo'lsa-mu, jalasa bilan lafzda shulamga chiqa, menda shulam. Shu ism makonning shu fildan yasalgan ism makonning maf'ulun zarf makon mubaham bo'lib, zarfga asosan nasb o'qilishining sharti bu bir o'lcham bo'lishining sharti mas makon bo'lgan ekan, buning sirish tutgan bir qiyos qilinadigan manba bo'lishining sharti u ism makon cho'qim aslida inin bilan jo'g'lashgan filga zarf bo'lsin degan gap. Shu ism makon inin yasalgan fil bilan ikkisi lafzidash bo'lsin demakchi. Bu gap chiqib bo'ldi. Umumatan bu 3 baytning xulosasi maf'ulun ism zaman ve ism makan deb zarf ikki qismga bo'linadi. Zarf zaman mayli muxtas olsun, mayli mubaham bo'lsin, u maf'ulun fi'l asosan nasb qilinadi. Ammo zarf makandan 3 qism mubaham qismi nasb qilinadi, ammo muxtas qismi nasb o'qilmaydi. Harfi jar bilan keldi. Zarf makan muxtas, masalan, masjid, jalastu fil masjidi deganga o'xshash. Zarf makan muxtas jar majrur asosan nasb qilinadi. Maf'ulun fi g'ayri sarih deb atsak bo'ladi. Ammo zarf makan mubaham 3 qismga bo'linadi. Ya jihat ismi bo'ladi, ya miqdor ismlar bo'ladi, yoki fildan yasalgan ism makonlar bo'ladi degan bo'ldik. Navbatda bizning ko'makchi o'g'limiz zarf yana cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Mayli o zarf zaman bo'lsin, mayli o zarf makon bo'lsin, u bayam zarf mubaham muxtas deb bilingan bo'lsa, endi bilinadi zarf mutasarrif, zarf g'ayri mutasarrif deb ikki qismga bo'linadi. Anda bo'lsa, zarf mutasarrif degan nima, zarf g'ayri mutasarrif degan nima degan bir savol kelib chiqadi. Zarf mutasarrif deganimiz davomli bir yerda ma'lum bir o'rinda zarfiyalik asosan nasb o'qilgan, yana bir yerda mubtada xabarlik asosan rafi o'qilgan manda so'zlar. Masalan, yawm deganga o'xshash. Yawmni misol olsak, masalan, yawmal xamis. Masalan, al-yawmu yawmul xamis. Buni yawm bu yerda mubtada xabar bo'ldi. Safar yawmal xamis zarf zaman bo'ldi. Shunga o'xshash. Endi ba'zi chog'da zarf odatda bayan mubtada xabar bo'ldi, zarf. Ba'zi chog'da zarful shu
makam bu yevmel hamis misal alsak hazır yevmel hamis olsa mubda haber oldu. Bu zarf mutasarrif. Endi ba'zileri fail oldu. Qaruba yevmel hamis. Peyshanba kunisi yaqinlashdi. Neri fail oldu. Endi masalan a'jabani makanuka senin onun meni hayron qoldi desek, mana makan degan so'z bir zarf mutasarrif ekan. Endi alimtu yawma qudumik senin kelish kuningni men bildim. Alimtu yawma qudumik, alimtu yawma qudumik senin kitgan kuningni men bildim desek, maf'ulun bihi bo'lib keldi. A'jabani yawma qudumik senin kelish kuning meni hayron qoldi desek, fa'il bo'lib keldi. Shuna o'xshash. Mesela sırtu min yevmil hamis desek, bunu mecrurlap geldi. Mana bunu zarf-ı mutasarrif deymiz. Endi sabat yevmil hamis desek, mef'ulun fi'li kasasını zarf okurdu. Demek her mef'ulun fi'li kasası me geldi, mef'ulun fi'linin gayri de me geldi. Bunun o'xshog'ini zarf-ı mutasarrif deymiz. Ama zarf-ı gayri mutasarrif alat davam mef'ulun fi'li oldu. Mef'ulun fi'linin gayri de işletilmeydi. Davamlıq mef'ulun bihi olab işletildi. Şu beytdə vaqtı bundan deyil. Ve ma yura zarfan ve gayr zarfin fazak zu tasarrufin fil urfi ve gayr zu tasarrufin lezi lazim zarfiyeten ev şibha minel kelim. Zarf-ı mutasarrif ve zarf gayri mutasarrif deb chiqib bilinadi. Ma yura zarfan. U zarf tin zarf deb qardatqini va davomliq zarf deb qardatqini va zarf ning gayri deb qardatqini va zarf deb qardatqini u maf'ulun bihi zarf deb qardatqini va gayri zarf va zarf ning gayri deb qardatqini va bayam yevmel hamis o'xshash. Yevmel hamis bir yerda zarf deb faqat yevmel hamisda zarf deb qaraldi. El-yevm yevmul hamisda mubda haber deb qoldi, zarfning g'ayri deb qaraldi. Shunga o zarf mutasarrifning ta'rifati bu yerda. Zarf mutasarrif degan zarf deb qaraladi. Zarf g'ayri zarfning g'ayri maf'ulun fihi bo'lib keladi. Maf'ulun fihining g'ayri bo'lib keladi. Ashunda bo'lib ketgani, ashu zarf bir yerda zarf bo'lib keladigan, maf'ulun fihi yana bir yerda maf'ulun fihining g'ayri bo'lib ketgani, ashu nahviylarning urfisida mutasarrif igisidir. Tasarruf igisi deymiz shuni. Zarf mutasarrif deb qaraymiz. Va g'ayru tasarrufil lazi lazim zarfiyatan aw shibha min al-kalim. Yuqorida zarf mutasarrif chiqib, zarf mutasarrif degan bir yerda maf'ulun bihi bo'lib ketgan, g'ayri bo'lib ketgan, tamam. Anda bo'lsa g'ayri mutasarrif bo'lgani uchun g'ayru zil tasarruf. Zarf g'ayri mutasarrif deganimiz davomliq zarfiyatni lozim tutgani. Alat davom zarfiyat maf'ulun bihlikni lozim tutgani. Yoki u g'ayri mutasarrif degan kalimalar zarfi g'ayri mutasarrifga o'xshab qolishni lozim tutgani. Zarf g'ayri mutasarrifga o'xshab qolishni lozim tutgani. Anda bo'lsa bundan ikki gap chiqadi. Zarf g'ayri mutasarrif ikki qismga bo'linadi degan bu. Zarf g'ayri mutasarrif ikki qismga bo'linadi. Bir qismi alat davom zarfiyatlikni lozim tutadi. Yana birisi u zarfiyatlikni lozim tutadi yoki zarfiyatlikka o'xshab qolishni lozim tutadi tutqani. Zarf g'ayri mutasarrif ikki bo'lindi. Mutasarrifning gapini deb bo'ldik misollar. G'ayri mutasarrifga biz mutasarrif deganimiz aning bayon ta'rifoti tugdi. Endi g'ayri mutasarrif yana o'z navbatida ikki bo'lindi. Zarfiyatlik asla zarfiyatlikdan ayrilmaydi. Bu bir qism. Masalan, qattu degan o'xshash. Qattu degan zarf tashkil mabni ala davom maf'ulun bihi bo'lib keladi. Uning g'ayri ishlanmaydi. Avzu degan o'xshash. Sahar degan o'xshash. Shu muayyan bir kunga saharning atligini bildirgan chala. Mana bu davomli shu zarfiyatga asosan nasb qiladi, g'ayri mutasarrif. Ammo bu zarf g'ayri mutasarrifdan
zarfiyatlikni lazım tutmaydi, lekin zarfiyatlikka o'xshab qilishni lazım tutadi. Jari majrurludu demakchi. Masalan, inda degan so'zga o'xshash. Jalastu indaka, nimtu indaka. Mana bu maf'ulun bihi qasasan zarf o'qildi. Maf'ulun bihi qasasan nasb o'qildi. Zarfiyatlik asosan an-nasb ala zarfiyya deymiz buni. Zarfiyatlik asosan nasb o'qilgan bo'lsa, endi kharajtu min indika, sening qashingdan chiqdim desak, bu yer jari majrur. Jari majrur o'zimizda shibil jumla. Mana bu chunki az-zarfu val majrur rafiqan tajma'uhuma shadaidu degan qattiqchiliklar zarf va jari majrur degan o qattiqchiliklarni jug'laydigan ikki dona hamra bu degan. Shuni buni biz jari shibhadin jari majrur maqsad ekan. Ya'ni u zarf ba'zi zarflar va zarf mutasarrif g'ayri mutasarrif va alad davom. Yeni bir xil zarf g'ayri mutasarrif va inda. Chunki biz indini indaka indahu degan so'zni zarf g'ayri mutasarrif deb atadik. Chunki bu maf'ulun fihdan boshqa bir narsa bo'lib kelmagachga. Mubtada al-yawm go'sha ya mubtada ya xabar ya fa'il ya maf'ulun bihi bo'lib kelmaydi. Davomli zarf bo'lib maf'ulun bihi bo'lib kelgani uchun buni g'ayri mutasarrif deb atadik. Lekin buni g'ayri mutasarrif andin bun zarfiyatlik asosan nasb o'qishni lozim tutgan yoki bu shibiz zarfiyatlik asosan nasb shibiz zarf deb qaraymiz. Ya bu zarfiyatlik asosan nasb o'qilib keladi, ya shibiz zarf bo'lib keladi. Shibiz zarf bo'lib kelgan gap jari majrur bo'lib keladi. Shibiz zarf deymiz uni. Masalan, kharajtu min indika deganga o'xshash. Navbatda endi shu bizning ko'makchi o'g'limiz ba'zi chaqda shu mastarlarni biz shu mastarni aytib bir xam material hisoblanadi. Biz oldin chiqib bo'ldi. Mastar birinchi nuqtada maf'ulun mutlaq bo'lishi mumkin deb qaradik. Maf'ul mutlaq bo'lmasa, ma'lum sabab maqsad to'ldiruvchi maf'ul ni'ayli bo'lishi mumkin deb qaradik. Uning o'zlik shaklari bor. Üçüncü noktada o ismi fa'il ya ismi maf'ul ma'nosi bilan hal bo'lishi mumkin deb qaradik. Undaqmi bo'lmasa, u bo'lmaganda masdar u odatda zarfi zaman yoki zarfi makon bo'ladi. Ammo uning zarfi makon bo'lishi az, ama zarfi zaman bo'lishi ko'p bo'ladi. Qanday qilsa bu masdarning işte asli vaqt ma'nosini bildiradigan so'z yoki o'rin ma'nosini bildiradigan so'z bo'lgan muzab tashlangan bu masdar asli ism zamanning ya ism makonning muzafilli bo'lib muzab tashlanib muzabning o'rniga kelgan alash shakllanib bo'ladi. Shunga masdar yuqorqidek 3 narsaning birisi bo'lmaganda 4-xil nazar tashlanadi. O 4-xil nazar qasi degan vaqtimizda u yoki zarf zaman qiyos qilinadi yoki zarf makon qiyos qilinadi deb qaraymiz. Shu vaqtda Musannif rahimahulloh bunday deydi. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa zaka fi zarf zamani yaksuru. Masdar ba'zida makonga noib bo'lib keladi. Masdar ba'zida makonga noib bo'lib kelgan gap zarful makonning o'rnida qildi. Zarful makon asli muzofni tashlanib, muzofli bo'lgan masdar zarf makonning o'rnida qilgan ahvol bor. Bu qalil. Wa zaka fi zarfil zamani yaksur. Bunda bo'lib kelish zarfin zamonda ko'p bo'ladi deydi. Masalan, bir misol ko'rsak, mesela akhruju kharaja yakhruj akhruju min al manzil shuruqa shamsi. Men uydan kun chiqqan chaqda chiqaman degan bo'ldi. Akhruj min al manzil shuruqa shams. Endi mushalik shuruqa shams naib zarf zaman. Shuruq naib zarf zaman deymiz. Haqiqiy zarf zaman vaqt shuruq shams. Quyosh chiqish vaqtida, quyosh chiqqan o chaqda degan bo'ldi. O'shada shuruqdan biz naib zarf zaman deymiz. O'shada haqiqiy zarf vaqt degan so'z tashlangan bo'ladi. Yoki biz buni
Urun qiyas qilgan vaqtimizda qariba ya masalan qurbun degan masdar chiqdi. Jalastu qurba Zaydin. Men Zaydga yaqin joyda o'ltadim. Zaydga yaqin vaqtda o'ltirdim, yaqin joyda o'ltadim desak, o'chada makan qurbi Zayd degan bo'ladi. O'sha zarful makan tashlanib, makan degan iborat zarful makan bo'lgan makan degan lafzi tashlanib, masdar yana shu qurbi degan masdar uni o'rnida turgan. Shunga buningdan mushu nihoyat muhim, buni esimizda yaxshi saqlab olish kerak. Shuning bilan bizningki mushu maf'ulun fi haqidagi darsimiz oxirlashdi. Keyingi darsimiz maf'ulun ma'a haqida bo'ladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.